Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida TTV yangiliklari informatsion dasturi. Studiyada Mohinur Bekimmatova. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatlari bilan bog'liq masalalar bo'yicha Maktabgacha ta'lim agentligi axborot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva brifingi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim agentligi tomonidan yozgi sog'lomlashtirish ishlarini samarali tashkil etish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonini ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablariga muvofiq yaratilgan ilk qadam davlat dasturi asosida rejalashtiriladi. O'quv yili sentyabr oyidan may oyiga qadar davom etadi. Davlat talablari bolaning qay darajada rivojlanganligi va egallagan yutuqlarini belgilab, ulardagi bilim, malaka va ko'nikmalar rivojlanishining ko'rsatkichlarini aniqlaydi. Birinchisi, jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllanishi. Ikkinchisi, ijtimoiy, hissiy rivojlanish. Uchinchisi, nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari. To'rtinchisi, bilish jarayonining rivojlanishi. Beshinchisi, ijodiy rivojlanish. Mazkur 5 ta yo'nalish 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'z-o'ziga xizmat ko'nikmalarini shakllanishi, nutq, o'qish va savodga tayyorlash darajasini, atrof olam haqidagi tushunchalarni va qo'yilgan talablarni egallashi uchun asosiy omil hisoblanadi. 2022-2023 o'quv yillari yakunida maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan 647.655 nafar 7 yoshli bolalar boshlang'ich ta'lim bilan qamrab olindi. Bu ko'rsatkich 2021-22 o'quv yilida 566.996 nafarni tashkil etgan. Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, bu yil oldingi yilga qaraganda 80.659 nafar ko'proq bola maktabgacha ta'limdan boshlang'ich ta'limga o'tdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yozgi sog'lomlashtirish davri har yili 1-iyundan 31-avgustga qadar davom etadi. Sog'lomlashtirish va chiniqtirish tadbirlari, ko'ngil ochar soatlar, bayramlar, sport musobaqalari, ko'rik tanlovlarni qamrab olgan moslashtirilgan reja asosida faoliyat yuritiladi. Sanitariya epidemiologik, osoyishtalik va jamoat salomatlik qo'mitasi talablariga muvofiq ichimlik suvini ichish rejimi tashkil etiladi. Suv havzasida cho'milishni tashkil etishda bolalar yoshiga alohida ahamiyat beriladi va faqatgina hamshira ko'rsatmasiga asosan amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zarur holatlarda ko'rsatiladigan birinchi yordam uchun kerakli jihoz va dori-darmon bilan ta'minlangan bo'lishi shart. Suv havzasida jarohat olish, cho'kish kabi mudhish holatlarni oldini olish, bolaning xavfsizligini ta'minlash maqsadida tarbiyachi va hamshiralarning kuchli nazorati o'rnatiladi. Bolaning sog'lig'i holati ham bu jarayonda muhim hisoblanadi. Shuning uchun ota-onalardan bolaning salomatligiga oid barcha ma'lumotlar to'g'ri taqdim etilishi, ayniqsa tutqanoq, allergik reaksiyalar, surunkali shamollash, nafas yo'llari bilan bog'liq kasalliklar bo'lsa, bu haqda maktabgacha ta'lim tashkilotlari mas'ullarini ogohlantirilishi shart bo'ladi. Shuningdek, ota-onalardan issiq havo haroratida gigiyenaga rioya qilish, ovqat sifatiga e'tibor qaratish, bolalarni umumiy suv havzalariga olib borganda xavfsizlik choralarini ko'rishlarini tavsiya qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-2025 yillarda to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi umummilliy harakatini amalga oshirish dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida To'rtko'l tumanida reproduktiv salomatlik mavzusida seminar tashkil qilindi. Tumandagi Toza bog' yop ovul fuqarolar yig'inida tashkil qilingan ko'rgazmali seminarda tuman hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari, tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i, oilaviy poliklinika hamda shifokorlik punktlari mudirlari, shifokor hamshiralar hamda ovulliklar ishtirok etishdi. Sog'lom ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi, reproduktiv salomatlik mavzularida ovul ahliga tushunchalar berildi. Ishtirokchilar sog'lik uchun iste'moli foydali va zararli bo'lgan turli poliz ekinlari, sabzavot va ho'l mevalar hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar haqida atroflicha ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Yoshlarimiz gazli ichimliklarga ko'p ruju qo'yishgan. Buning oqibatida oshqozon ichak yara kasalliklari, oshqozon buzilishlari kelib chiqmoqda. Shuni oldini olish maqsadida o'zimizda tabiiy mahsulotlarimiz
sut qatiqli mahsulotlardan ayronlar, shunday mahsulotlarni, kompotlar, qo'lbola o'zlarimizda ishlab chiqarilgan o'rik kompoti, olcha kompotlarini iste'mol qilishsa, bu aynan muddao bo'lar edi. Qatnashuvchilarga mavzuga doir bukletlar tarqatildi. Seminar so'ngida bir guruh tibbiyot xodimlari aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda faol qatnashganligi uchun tuman hokimligi tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Beruniy tumanida huquqiy yordamga muhtoj xotin-qizlar bilan sudyalar ishtirokida ochiq muloqot tashkil qilindi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Huquqiy yordamga muhtoj xotin-qizlar uchun tashkil qilingan uchrashuvda Beruniy va To'rtko'l tumanlarining jinoyat ishlari bo'yicha sudlarining raislari, Beruniy tumanlararo iqtisodiy sudi raisi, tuman ichki ishlar bo'limi xodimi, tuman oila va xotin-qizlar bo'limi mutaxassislari ishtirok etishdi. Ochiq muloqotda mamlakatimizda xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini tazyiq va zo'ravonlikdan ishonchli himoya qilishning institutsional hamda huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirishga, bolalar orasida nazoratsizlik, ular tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olishga, shuningdek nogironligi bo'lgan bolalarni hamda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar to'g'risida so'z bordi. Ishtirokchi xotin-qizlar huquqni himoya qiluvchi organlar xodimlariga o'zlarini qiziqtirgan savollar hamda muammolari yuzasidan murojaat qilishib, huquqiy maslahatlar olishdi. Har yili an'anaviy tarzda chekka hududlarda yashovchi aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun salomatlik poyezdi loyihasi yo'lga qo'yilgan. Malakali tibbiyot mutaxassislari jalb qilingan poyezdning navbatdagi bekati To'rtko'l tumani bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati, Sog'lom avlod uchun xayriya fondi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan salomatlik poyezdi joriy yilning 12-iyun sanasida Qoraqalpog'iston risk kelgan shifokorlar ilk kundan aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazishni boshlab yuborishdi. Masaj yozib berish mumkin. O'sha masajni olishasiz. Bo'yniga ham mas qilib turishingiz kerak. Tomondan. Yo'q, qaratasiz, boshini o'zini qaratasiz. Uyda o'zim ish qilsam bo'ladi. Bo'ladi. Baribir verfatokda xulosasini olishingiz kerak. To'rtko'l tumanining chekka hududlarda yashayotgan aholi pediatr, oftalmolog, xirurg, bolalar ortopedi kabi yo'nalishlarda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tishdi. Shuningdek, ularga tibbiy maslahatlar berilib, bepul dori-darmonlar tarqatildi. To'rtko'l tumanidagi birinchi son kasb-hunar maktabida Milliy kiyim, ma'naviyat ko'zgusi nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda kasb-hunar maktabi o'qituvchi va o'quvchilari tomonidan tayyorlangan o'zbek, qoraqalpoq, turkman va qozoq xalqlari milliy liboslari ko'rgazmasi namoyish etildi. Unda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tumani bo'linmasi rahbari, tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i, kasb-hunar maktabi ma'muriyati, o'qituvchilar, ishlab chiqarish ta'limi ustalari va o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Mana hozirgi kunda respublikamizning barcha shahar tumanlarida va kasb-hunar maktablarida yoshlar oyligi o'tkazilmoqda. Shu jumladan bizning kasb-hunar maktabimizda ham milliy liboslar tadbiri o'tkazilmoqda. Buni o'tkazishdan maqsad turli millat vakillarining urf-odatlarini yoshlarimizga yetkazib berish, an'analarni saqlab qolish maqsadida o'tkazilmoqda. Ko'rgazma davomida yoshlar orasida kiyinish madaniyati, milliy urf-odatlar va qadriyatlarga hurmat bilan qarash, shuningdek millatlararo totuvlik bo'yicha respublikamizda olib borilayotgan ishlar, turli millat vakillari yashovchi yurtimizda yoshlarning yetuk inson bo'lib kamol topishlari to'g'risida yoshlarga keng nasihatlar qilindi. Tadbir yakunida ishtirokchilarga faxriy yorliqlar topshirilib, yoshlarning ulkan cho'qqilarini zabt etishlariga omadlar tiladilar. Pillachilik yurtimiz qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan sanalishi bilan birga, ipak ishlab chiqarish ota-bobolarimizning boy madaniy merosi hamdir. Shu bois mazkur qadriyatni davom ettirish bugungi davrning muhim masalalaridan sanaladi. Ipak qurti boqish pillachilik sohasida o'ziga xos tajriba maktabi shakllangan. Beruniy tumanida pilla yetishtirish bo'yicha belgilangan barcha ishlar reja asosida olib borildi. 2023-yilda pilla hosili uchun tumandagi 13 ta hududda 2035 nafar kasanachilar bilan ipak qurtini parvarishlash bo'yicha shartnomalar tuzilgan bo'lib, ular tomonidan 2849 quta ipak qurti parvarishlanib, davlatga 165 tonna sifatli pilla topshirildi. Mana bu yilda pilla xirmonimizda ortiq bilan 101% bajardik. 165 tonna pilla rejamizda
o'rinladik. 2849 qurtni tarqatib, 4516 kasanachi, asosiysi eng xotin-qizlar, temir daftarda o'tirganlar. Shular bilan birgalikda kasanachilarimizning bu yerda yutug'i katta. Ayni kunda joylarda yetishtirilgan pillarni yig'ib, terib olish ishlari jadallik va uyushqoqlik bilan davom etyapti va bu borada KKR Ipak klaster davlatga pilla topshirish rejasini ortig'i bilan bajarib, tumanda yetakchilik qilmoqda. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va loyihalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr salomat bo'ling.